Turetskiy andazada ham razmerga qarab aniq bir formulalar bilan ishlashni ko'rib chiqamiz. Men o'zim uchun ksera xuddi shu ko'rinishda ksera ko'piya qilib oldim. Menda ko'krak aylanasi 90, bel aylanasi 70, orqa uzunligi 41, ko'krak balandligi 21, orqa kenglik 39. Bizga asosan kerak o'lchamlar shulardan iborat. Birinchi bo'lib andazani ko'rishimiz uchun Turetskiy razmerda razmer qo'shuv 4 qo'shamiz. Ya'ni asosan aylanaga qo'shiladi. Turetskiy razmerda ko'krak aylanamiz bizda 90 edi. Unga 4 qo'shsak 90 va xuddi shuni 94 ya'ni 2 ga bo'lib olamiz. 94 2 ga bo'lganimizda bizda 47 sm chiqadi. Shunda men andazani 47 razmerga moslab qilaman. Vertikal chiziqqa esa orqa uzunligini qo'yaman, ya'ni 41 sm qo'yaman. Gorizontalga esa razmerni, ya'ni 47 sm o'lchab qo'yib olaman va xuddi shu ko'rinishda kvadrat hosil qilib olaman. Endi esa kvadratni vertikal tomonidan, ya'ni orqa uzunlik 41 sm teng 2 ga bo'lamiz va xuddi shu ko'rinishda chiziq tortib olamiz. Va yana shu chiziqni o'rtasini topib olamiz. O'rtasidan esa orqaga, ya'ni shu ko'rinishda o'ng tarafga qarab 2,5 mm yuramiz. Shu joyda e'tibor qilishingizni so'rayman. 2,5 sm emas, 2,5 mm oldidan orqa tarafga qarab xuddi shu ko'rinishda belgilab chiziq tortib olamiz. Endi esa proyma kengliklarni hisoblashni ko'rib chiqamiz. Uning uchun bizga ko'krak aylana razmer kerak bo'ladi. Ko'krak aylana bizda pribavkasi bilan 94, 94 8 ga standart bo'ladi 8. Hamma razmerlarda 8 ga bo'linadi. Proyma kengligini bilish uchun 8 ga bo'lamiz va chiqqan sonni, ya'ni 11,75 ya'ni 2 ga bo'lamiz. 5,875 chiqdi. Men juft sonni 6 sm qilib qo'yaman. Agar sizda katta razmer bo'lib, razmeri 8 ga bo'lganingizda 6,1, 6,4 son chiqsa, siz xuddi shu sonni qo'shishingizni tavsiya qilaman. Endi esa proyma kengliklarni xuddi shunaqa chiziq orqali chizib olamiz va bunda bizda orqa oldi kengliklar kelib chiqadi. Men boshidan xayolimdan ko'tarilibdi. Bu kvadrat chetlariga A, B, C, D belgilarini qo'yib chiqish zarur. Formulalari unaqa qiyin emas. A, B, C, D terminlarni ishlatganimiz bilan bizning formulamiz Turetskiy metod bo'yicha juda ham oson. Endi esa orqa va oldi bo'yin aylanalarini formula orqali chiqaramiz. Bu formula ham standart razmerlarga bir xil bo'linadi. Ya'ni 94 bo'lamiz 20 ga. Shunda ko'krak aylanasini 20 ga bo'lib olamiz. Shunda parcha razmerlarni standart 20 ga bo'linadi bo'yin aylanasini chiqarish uchun va chiqqan sonni menda 4,7 chiqdi. Qo'shamiz 3. Ya'ni chiqqan songa 3 qo'shamiz, bu ham standart. Menda 7,7 chiqdi. Buni ham 8 qilib juft sonni belgilab olaman. Turetskiy metodda asosan ochiqlikli, ya'ni bo'yin aylanalari yoki omuz kengliklari asosan kengroq o'lchanadi va xuddi shu 8 sm belgilaganimizdan tepaga 2 sm ko'tarilamiz va bu chiziqni E nuqta deb belgilab olamiz va xuddi shu lekalardan aylanani orqa bo'yin aylanasini chiqaramiz. Sizga ham tavsiya qilaman, xuddi shunaqa imkon qadar lekalardan foydalanishingizni. Sababi chiziqlaringiz aniq va chiroyli chiqadi. Endi oldi bo'yin aylanasini chiqarish uchun A nuqtadan 3,5 sm tepaga ko'tarilamiz.
va bu nuqtani F1 nuqta deb belgilab olamiz va shu F1 nuqtadan ichkariga qarab yana 8 cm yuramiz va bu nuqtani F2 nuqta deb belgilaymiz. Endi bo'yin aylana uzunligini belgilash uchun 8 ga qo'shamiz 1 va 9 cm qilib pastga tushirib olamiz va xuddi shu ko'rinishda kvadrat hosil qilamiz. Shu kvadratni tugash joyini G nuqta deb belgilab olamiz, xuddi shu ko'rinishda. Endi esa oldi ochiqlikni xuddi shu legaladan foydalanib chizib olamiz va yelka bitishga ochiqligini formulasini ko'rsatib aylanamiz. 10 ga bo'lamiz, ya'ni 94 10 ga bo'lib olamiz. Menda 9,4 chiqdi. 9,4 ga endi 1 cm o'ng tarafga qarab xuddi shu tartibda belgilab olamiz va shu chiziqni H nuqta deb belgilaymiz va pastga qarab to'g'ri chiziq tortamiz. Ma'lum bir son qo'ymaymiz hozircha va G nuqtadan shu chiziqqa qarab 21 cm belgilab olamiz. Xuddi shu ko'rinishda burchak hosil qilamiz va shu nuqtani G nuqtasi deb belgilab olamiz. H nuqtadan o'ng tomonga qarab 5 cm yuramiz, ya'ni yelka vitichka kengligini belgilab olamiz. 5 cm standart bo'ladi. Shunda barcha razmerlarga xuddi shu ko'rinishda 5 cm ochiqlik qo'yiladi va shu nuqtani K nuqta deb belgilab olamiz va K nuqta bilan G nuqtani xuddi shu ko'rinishda birlashtirib olamiz. Endi esa orqa proymani 3 ga bo'lamiz. Va xuddi shu nuqtadan, ya'ni birinchi nuqtani L nuqta deb belgilab olib, to'g'risidan chiziq tortib qo'yamiz. Nuqta chiziq tortamiz. To'g'ri chiziq emas, nuqta chiziq va shu to'g'ridan chiziq tortganimizdan tepaga qarab 2 cm ko'tarilish beramiz va bu nuqtani M nuqta deb belgilab qo'yamiz. Endi esa M nuqta bilan F2 nuqtani nuqta chiziq orqali birlashtirib olamiz. Bu chiziq bizga yordamchi chiziq sifatida kerak bo'ladi. Endi esa shu nuqtani nuqta chiziq orqali tugash joyidan G nuqtaga qadar necha santimetr chiqqan bo'lsa, menda 26 cm chiqdi. Xuddi shu chiziqni G nuqtaga qarab belgilab olamiz. Va shu chiziqni N nuqta deb belgilab olamiz va N nuqta bilan L nuqtani birlashtirib olamiz. Chiziq orqali birlashtiramiz. Va yelka chiziqlarini belgilab olamiz. Ya'ni menda yelga 12 cm, oldiga, orqaga 12 cm yelkalarni oralig'ini o'lchab chiqarib olamiz. Ko'rib turganingizdek, orqa yelkani to'g'ri belgilab oldik 12 cm, chunki sababi qiyaliklari tayyor. Endi esa oldi qiyalilardan chiqarib olamiz. Menda shu ko'rinishda 3 cm 12 dan 3 ayiramiz. 9 cm qolgan 9ni xuddi shu ko'rinishda belgilab olamiz. Endi esa proyma aylanasini chiqaramiz. Endi esa oldi yelkani xuddi shu ko'rinishda Y va H deb belgiladim. Birinchi nuqtani, ya'ni 12 cm tugash nuqtasini Y, boshlanish H nuqtadan tegadigan chiziqqa N nuqta deb belgiladim. Ya'ni shunda bizda N nuqta bilan Y nuqtani qo'shganda 12 cm chiqishi kerak yoki hosil bo'lishi kerak degan tushunchani berish uchun va shu xuddi shu ko'rinishda proymadan pastga qarab
ikki yarim pastga tushiladi. Razmerga qarab tushiladi. Ya'ni ham mani razmerim 45, ya'ni 46 deb olsak, 2 yarim tushasiz. Bu razmerda siz 50, 52, 54 razmergacha 2-3 oralig'ida santimetr oralig'ida tutsangiz bo'ladi. Balshmerka razmerlarda 3 yarimgacha tushishingiz mumkin. Endi esa proyma aylanalarni xuddi shu lekalardan foydalanib aylanasini hosil qilib olaman. E'tibor bergan bo'lsangiz, men biseptritsiya chiziqlarini chizmadim. Sababi shu lekani o'zi menga proymani chiqarishda katta yordam beradi va biseptritsiya chiziqlarini ham o'zi avtomatik chiqarib beradi. Har doim omuz aylanasini chizayotganingizda xuddi shu chiziq oraliqlariga e'tibor bering. Sababi omuz aylanasi ichkariga kirib, proyma aylanalarida, ya'ni yeng aylanasida muammo bo'lib qolishi mumkin. Ya'ni tor bo'lib qolishi mumkin. Endi esa bel vitichkalarni chiqaramiz. G nuqtadan 3-4 cm pastga qarab to'g'ri chiziq tortib olamiz. Endi formulasi bilan vitichka oralig'i, bel vitichka oraliqlarini hisob-kitobini chiqaramiz. Menda bel aylanasi 74 bo'lamiz to'g'riga. O'shanda menda 18,5 chiqdi. 18,5 ga 2 cm qo'shamiz va 25 hosil bo'ldi. 20,5 cm hosil bo'ldi. Shunda oldi bel aylana umumiy 20,5 cm vitichkalarisiz chiqishi kerak. Endi esa orqa bel aylanasini chiqaramiz. Bizga yana bel aylana kerak bo'ladi. Bel aylanani 74, ya'ni to'g'riga bo'lamiz 18,5. Endi esa chiqqan 18,5 songa orqa belni chiqarish uchun standart 2,5 cm qo'shamiz. Shunda menda 21 cm chiqadi. Umumiy ko'rinishda esa turetskiy asosamizni xuddi shu ko'rinishda bo'ladi. Har bitta razmerga tayyorlab ko'rishingizni maslahat beraman. Ya'ni 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 razmergacha men ko'rsatgan nomerlarda, ya'ni standart razmerlarda chiqarsangiz bo'ladi. Asosan turetskiy metodda bu ko'rinishli andizadan почти juda ham kam foydalanishadi. Sababi ularni metod bo'yicha vitichkasiz osnovadan juda ham keng foydalanishadi. Turetskiy metodni o'rganganimdan keyin yoki turetskiy metod bo'yicha har xil ustozlarning fikrini eshitishim bo'yicha asosan Turkiyada bez vitichkasiz osnovadan ishlab chiqarish keng bo'lgani sabab ko'p foydalanishadi yoki keng foydalanib modelировать qilib har xil fasonlar ko'ynelarda deyarli vitichkalarni o'rinlari ko'rinmaydi. Shu sabab men ham andizalarimda vitichkasiz osnovani chiqarib qo'yganman sotuvga. Endi esa shu ko'rinishda asosamizni xuddi shu fasonni modellashtiramiz. Qisman modellashtiramiz. Ko'rib turganingizdek, men ko'krak omuz, ya'ni omuz vitichkasini kengligini ochib oldim, yelka vitichkasini yopdim va bunga yana 6 pribavka qo'shdim. Ya'ni ko'ynakning kengligi uchun 6 pribavka qo'shdim va yeng kengligini 24 cm qilib belgilab oldim. Va yelka kengligini 26 cm qilib belgilab oldim. Va xuddi shu ko'rinishda andizani joylab, atrofiga kengayishli berib, uzunliklarni qo'yib, yelka kengliklarini qo'yib, oldi aylanalarni chiqarib, endi asos andizani olib modellashtiraman buni. Omuzni o'rtasidan belgilab, kaket chizig'ini chizib olaman. Kaketi bizda ko'rib turganingizdek kichkina,
ko'ylakni kaketi kichkina bo'lgani sabab omizni o'rtasidagi chiziq o'zi ham yetadi. Shu chiziqdan yarim santimetr yetar yetmas ko'tarilish beraman, sababi og'ish bo'lib qolmaslik uchun. Endi esa bu chiziqdan biza eteklarni modellashtirib kesib chiqishimiz kerak bo'ladi. Zborka kengligini asosan materialingizni eniga qarab bichishingiz kerak bo'ladi, to'g'irlashingiz kerak bo'ladi. Ya'ni o'shanga qarab skladkalarini orasini yo'masam etek kengliklarini o'zingiz xuddi shu ko'rinishda hisob-kitobini qilib chiqarsangiz bo'ladi. Ya'ni materialimizni eniga qarab skladkalarni kam ko'pligini o'zimiz belgilaymiz. Menda videoyimni oxirgi ko'rinishlari shu qismgacha edi. Asosan bu fasonni orqa oldini почти bir xil qilib olamiz. Faqat orqasiga 2 sm ko'tarilish berib, xuddi shu ko'rinishda orqasini ham bichib olamiz. Yengiga xohlasangiz, zborka xohlasangiz, oddiy qilib bichib tiksangiz bo'ladi. Asosan juda ham oson va sodda ko'rinishda ko'ylak bichiladi, lekin hamma gap tikilishiga bog'liq. Tikilishingiz akkuratni, chiroyli chiqsa, bu yog'i bichilish ko'rinishlari juda ham oson. Ta'kidlab o'tganimdek, turetskiy fasonlarni chiqarishda oddiy vitichkasiz osnovadan foydalanishadi. Men buni prosta tak chizib ko'rsatib o'tmoqchiman. Qayerda nima qanaqa etib o'tishim shart emas, chunki juda ham oson dizi. Faqat ko'rinishlarini ko'rsatib o'tib beraman. Nimagaki bundan haqiqatan turetskiy metod bo'yicha yo'masa turetskiy fasonlarni juda ham oson chiqarishadi. Asosan andazada ko'krak, bel, bo'ksa, balandligi va kengligi o'lchalanadi. Hattoki bu andazadan вечерний ko'ylaklarni ham chiqarishadi. Shaxsan o'zimga ham bez vitichka osnova juda ham yoqadi va tez qo'l keladi. Har xil modellarni oson modellashtirib olishim uchun. Videoni hali ham ko'rayotgan bo'lsangiz, sizni shu akkauntimga, ya'ni tayyor andazalar to'plam akkauntimga, Instagram sahifamga taklif qilaman. Men bu yoqda asoslar marafonini o'tkazish bilan ovoraman va har xil davlatda asos andazalar, ya'ni ayollar asos andazalar metodi bo'yicha asos andazalardan har xil ko'rinishda yangicha fasonlarni tikib, modellashtirib ko'rsatib beraman. Siz ham akkauntga yoki Telegram kanalimga o'tib oling. Shu yerda ko'rib turgan 4 xil ko'rinishdagi ko'ylaklarni 4 xil metod bilan chiqardim. Ya'ni modellashtirib, ko'rsatib, chizib, videoda boshdan oxirigacha tushuntirib ko'rsatib o'tdim.